Nima uchun odamlar qarzga botadi? Nima uchun? Har doim misol uchun pul boru keladi-yu, lekin pul hamisha qarzga ketib qoladi. Chunki bu sizning ongingizni holati. Bu dunyodagi darajangizni ochib beradi. Agar siz qarzga botgan bo'lsangiz va uzoq vaqt davomida undan chiqa olmasangiz, agar u katta bo'lsa va siz qiynalayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, demak sizning ong ostingizda sizni haliyam bolalik pozitsiyasida ekanligingizni ko'rsatib beradi. Chunki bolalarning qo'liga katta miqdorda pul berilmaydi. Chunki bolalar puldan qanaqa to'g'ri распоряжаться qilishni, to'g'ri ishlatishni bilishmaydi. O'shaning uchun ongda haliyam bolalik, ya'ni детская pozitsiya yashab kelayotgan hisoblanadi. Qarz mavzusida siz bitta oddiy narsani tushunishingiz kerak. Hech kimga hech nima majbur emas. Har kimda tanlov erkinligi bor. Ya'ni bu tanlash erkinligi. Hech kim menga hech nimaga majbur emas deb ko'raylikchi. Tanangizda qanaqa reaksiyalar hosil bo'ladi? Aksariyat odamlarning tuzumi, dunyoqarashi shunday, mana shunaqa tarzda shakllangan. Atrofdagilarning hammasi bir-biriga nimadir qilishi kerak. Hamma doim kimgadir majbur deb o'ylashadi. Agar siz menga hech kim majbur emas deb o'ylasangiz, aksincha men kimgadir majburman desangiz ham bu bir xil narsani anglatadi. Hech kimdan, na sizdan, na boshqadan hech kimdan qarzdor emas va hech narsaga majbur emas. Hech kim. Bu dunyoning qonuni shunday ishlaydi. Biror narsa jismoniy darajada paydo bo'lishi uchun u birinchi navbatda nima bo'ladi? Aqliy darajada, fikrlaringizda paydo bo'lishi kerak bo'ladi. Qarz bilan ham xuddi shunaqa. Sizning qarzingiz jismoniy darajada shakllanishidan oldin siz kimdandir qarz bo'lib qolishingizdan, davlatdanmi, insonlardanmi qarz bo'lib qolishingizdan oldin u birinchi navbatda aqliy darajada paydo bo'lgan.